Biz Dehqonobod tumani Qizilcha fuqarolar yig'inida yashaymiz. Sharoitdan kelib mana shu dalaga lalmi qovun tarvuz ekamiz. Xalqimiz mehnatkash, bir oliyjanob, saxovatli odamlarimiz ko'p. Hali qudrat birov 1 gektar, birov 2 gektar, birov 50 so'zik qovun tarvuz ekadi. Shuning orqasidan ro'zg'ariga ortib qolganlarini bozorga chiqaradi. Bozorga chiqarib, sotib, shundan daromad ko'radi. Keyin o yer tugagandan keyin qovun tarvuz tugagandan kelasi yilga g'alla ekadi. Yurtimiz tinch, hayotimiz farovon. Ana shunday tinchlik uchun, farovonlik uchun muhtaram prezidentimizga tashakkur bildiramiz. Mana bugungi kunda yurtimizni turli jabhalarda fuqarolarimiz mehnat faoliyatini olib borayotgan bir vaqtda bizning Dehqonobod tumani Qizilcha mahalla fuqarolari chorvachilik bilan birgalikda mana lalmi dehqonchilik bilan shug'ullanishadi. Mana lalmi tarvuz qovun yetishtirish bilan shug'ullanib, oilasiga yana qo'shimcha daromadlar olib kiradi. Mana bu yil Dehqonobod tumani Qizilcha muhitida 500 gektarga yaqin yerga tarvuz qovun ekilgan. 400 ga yaqin fuqaromiz mavsumiy ish bilan o'z-o'zini band qilgan. Bu tarvuzimizning afzalliklariga keladigan bo'lsak, hech qanday qo'shimcha o'g'itlarsiz, qo'shimcha dori vositalari ishlatilmasdan, yomg'ir suv va mana yerning o'zining energiyasidan yetishtiriladi. Ta'mi juda ham shirin. Tashkillashtirishda texnikalardan yordam qilgan yurtboshimizga mingdan ming rahmat. Bu tarvuzimizning yana bir afzalligi, bu tarvuzimiz uzoq muddat turadi. Yangi yillarda ham, qishda ham bemalol saqlasa bo'ladi.